Inson bolasini Alloh taolo shunday yaratdi. Bo'yimiz maromga yetgandan keyin to'xtaydi o'sishdan. O'saverganda nima bo'lardi? Tasavvur, Alloh mukammal qildi, fa'adalak, to'ppa-to'g'ri qildi hammasini. Sochlar o'sadi, lekin qosh, kiprik to'xtaydi ma'lum miqdorga yetgandan keyin. O'saverganda lablarga tushib, jag'larga tushib, og'izdan ichiga kirib ketganda nima bo'lardi? Nima uchun tildan tuklar chiqmaydi? Hamma badandan chiqqan tuk. Alloh to'xtatib qo'ydi o'sha joyi, chiqmaysan dedi, aziyat berasan odam bolasiga. Meni bandamga aziyat berasan dedi. Barmoqlar o'sishdan to'xtadi-ku. Lekin o'suvchi narsa edi-ku bular hammasi. Nimaga bir maromga keyin to'xtadi? Tirnoq o'syapti-yu mana. Nimaga barmoqlar o'smayapti? Soch o'syapti, nimaga kipriklar o'smayapti? Nimaga qo'limizdagi tuklar o'sib badanimiz hammasini Alloh saqlasin birorta hayvonga o'xshatib tukli qilib qo'ya qolmadi hamma yog'ini. Peshonalardan, ko'zlarning ichidan tuklar chiqadigan qilib qo'ymadi. Quloqlarning orasidan hamma yog'idan tuklar chiqadigan qilib qo'ymadi. Fa'adalak, Alloh taolo to'ppa-to'g'ri mo'tadil, tasavvuk hammasini mukammal qilib qo'ydi. Bandaga aziyat bermasin uchun hamma narsani o'sha buyruqqa moslab qo'ydi. Shu Robbingdan nima to'syapti endi sen deyapti-da Alloh.